Bu hikoya 1977-yil 15-noyabrda boshlandi. O'sha kuni yosh yapon qizi Megumi Yokota sport zalidan ikki dugonasi bilan birga uyga qaytayotgan edi. Ular deyarli uylariga yetib kelishgan va chorrahada xayrlashardi. Lekin o'sha baxtsiz oqshom Megumi uyga hech qachon qaytmadi. Yillar o'tib, bu ish hatto Yaponiya bosh vazirini ham qiziqtirdi. Bu yolg'on. Vayron bo'lgan oilalar, maxfiy xizmatlar o'yini va bir-biriga dushman davlatlar haqidagi hikoya. Kimgadir men aytib beradigan ushbu voqealar josuslik detektivi ssenariyiga o'xshab tuyulishi mumkin. Lekin bularning barchasi haqiqiy hayotda sodir bo'lgan. Megumi oilada eng katta qiz edi. Uning egizak aka-ukalari Takuya va Tatsuya bor edi. Megumining otasi Shigeru yirik yapon bankida ishlardi va bu ish doirasida u oilasi bilan har 5 yilda yangi shaharga ko'chib yurishi kerak edi. 1977-yilda Megumining oilasi Niigata deb nomlangan yapon shahriga ko'chib keladi. Ko'chishdan keyin bir muncha vaqt Megumi yengil depressiyada edi. Chunki ilgari yashagan Tokioda u barcha do'stlarini qoldirishi kerak bo'ldi. Shu sababli qizning onasi Sakie uni tennis bo'limiga berishga qaror qildi. U Megumi u yerda yangi do'stlar orttirishi va asta-sekin bu shaharga ko'nikishi mumkin deb umid qilgan edi. Mashg'ulotlar odatda soat 18:00 gacha davom etardi va Megumi har doim o'z vaqtida uyga kelardi. Lekin o'sha oqshom nimadir noto'g'ri bo'ldi. Soat 19:00 bo'lib qolgan edi. Lekin qiz hali ham uyda yo'q edi. Yana yarim soatdan keyin Megumining onasi tennis bo'limi joylashgan maktab binosiga bordi. Lekin u yerga yetib kelganida hech kim yo'qligini aniqladi. Vahima ichida ayol uyga qaytdi va Megumining tanishlari va sinfdoshlariga qo'ng'iroq qila boshladi. Tennisda bo'lganlarning hammasi bir xil narsani aytishdi. Ular Megumining ikki dugonasi bilan birga uyga ketayotganini ko'rishgan. Megumini oxirgi marta ko'rgan ikkala qiz ham uning uyi xayrlashgan joydan taxminan 1 kilometr narida ekanligini va hech qanday g'ayrioddiy narsani sezmaganliklarini aytishdi. Uzoq o'ylamasdan Sakie qo'shni ko'chalar va xiyobonlarni ko'zdan kechirish uchun borishga qaror qildi. Unga Megumining o'qituvchisi ham qo'shildi. U unga qo'ng'iroq qilgan edi. 1 soat o'tdi, lekin qidiruvlar hech qanday natija bermadi. Qiz shunchaki havoga uchib ketgandek tuyulardi. Muvaffaqiyatsiz qidiruvlardan so'ng qo'rqib ketgan Sakie politsiyaga qo'ng'iroq qilib, qizining g'oyib bo'lganligi haqida xabar berishga qaror qildi. O'sha payt u qizining aynan shu daqiqada tungi Yapon dengizi bo'ylab qayiqda bog'langan va qafasga yopilgan holda ketayotganini tasavvur ham qila olmasdi. Ertasi kuni politsiya xodimlari qizni keng ko'lamli qidirishni boshladilar. Birinchi navbatda ular yaqin atrofdagi hududlar va qirg'oqlarni ko'zdan kechirishga qaror qildilar. Tergovchilar ikki nemis cho'pon itini olib kelishdi. Ular uning izini olishlari mumkin degan umidda. Mana, Megumining ikki dugonasi bilan maktabdan taxminiy marshruti shunday ko'rinardi. Ular birga bo'lishgan. Keyin qizlardan biri o'ngga burilib ketdi. Ikkinchisi esa Megumi bilan yana 100 metr yurdi va o'z uyi tomon chapga burilib ketdi. Shu payt Megumi yolg'iz qoldi. U to'g'ri yurdi va negadir o'z uyiga burilishdan o'tib ketdi. Keyin itlar qizning izini yo'qotdilar. U shunchaki havoga uchib ketganga o'xshardi. Qidiruvlar bir necha oy davom etdi. Megumining sinfdoshlari, tennischilari va o'qituvchilari so'roq qilindi. Shuningdek, barcha yaqin suv havzalari va plyaj zonalarini ko'zdan kechirish uchun g'avvoslar jalb qilindi. Lekin bularning barchasi hech qanday natija bermadi. Politsiya qizning birorta ham izini topa olmadi. Tergovchilar hayron bo'lishdi. Megumining onasi va otasi esa o'z qizlarini boshqa hech qachon ko'rmasliklariga ishona olmadilar. Qizning g'oyib bo'lganiga bir necha yil o'tdi. Lekin Megumining oilasi uni qidirishdan to'xtamasdi. Har kuni uning onasi Sakie qizni uchratish umidida shaharning turli hududlarida sayr qilardi. Megumining oilasi uyida endi har doim bolalardan yoki ota-onalardan biri bo'lardi. Uy bir daqiqa ham bo'sh qolmasdi. Ular bu qoidani qizlari birdan qo'ng'iroq qilsa,
yoki uyga qaytishga qaror qilsa degan umidda kiritishgan edi. Megumining g'oyib bo'lishi bu oilaning hayotining boshqa jihatlariga ham ta'sir qildi. Ular ta'tilga borishni to'xtatdilar. Do'stlar bilan oilaviy uchrashuvlardan ham va har qanday ko'ngilochar tadbirlardan ham voz kechdilar. Qizning otasi Shigeru ishlaydigan bank endi ularning boshqa shaharga ko'chishini talab qilmadi. Lekin Megumi g'oyib bo'lgandan 6 yil o'tgach, uning ota-onasining sabri tugadi va ular bu dahshatni unutib, hamma narsani qaytadan boshlash uchun uyni sotib, Tokioga ko'chib ketishga qaror qilishdi. Megumining oilasi Nigatada yashab, qizini qidirayotgan 6 yil ichida Yaponiyada odamlarning g'ayrioddiy yo'qolib ketishlari bir qator voqealarga aylandi. Megumi g'oyib bo'lganligidan 1 yil o'tgach, g'alati vaziyatlarda 20 yoshli yapon er-xotin g'oyib bo'ldi. Yusushi Chimaru va Fukiye Hamamoto. Ular qirg'oqda o'tirib, quyosh botishini tomosha qilishayotgan edi. O'shanda ular bu ularning oxirgi romantik oqshomi bo'lishini hali ham bilishmas edi. Ertasi kuni politsiya ularning bo'sh mashinasini plyaj yaqinida topdi. Mashinada Yasushining hamyoni va ularning shaxsiy buyumlari yotardi. Lekin yosh juftlikning boshqa izlari yoki qoldiqlari topilmadi. O'sha paytda hech kim ularning ishini Megumi Yokataning ishi bilan bog'lashni o'ylamagan ham edi. Lekin siz tushunganingizdek, men sizga buni bejizga aytmadim. Keyingi bir necha yil davomida o'xshash vaziyatlarda yana 14 yaponiyalik g'oyib bo'ldi. Bu barcha g'oyib bo'lish holatlari bitta umumiy xususiyatga ega edi. Ularning barchasi plyajlar, qirg'oqlar yoki qayiq stansiyalari yaqinida g'oyib bo'lishgan. Esingizdami? Men ilgari Megumining birinchi qidiruv oqshomida uning onasi o'sha aynan shu daqiqada qizini tungi Yapon dengizi bo'ylab qayiqda ketayotganini tasavvur ham qila olmaganligini aytgandim. Xo'sh, shu paytdan boshlab biz haqiqiy quyon teshigiga tusha boshlaymiz va keyinchalik sodir bo'ladigan voqealar qandaydir fantastik filmga o'xshab ketadi. Lekin bularning barchasi haqiqatda sodir bo'lgan. 1987-yil 29-noyabrda Korean Airlines kompaniyasining 858-reisi Iroqdan uchib ketdi. Uning yakuniy manzili Seul edi. Yo'lda Abu Dhabi va Bangkokda 2 to'xtash rejalashtirilgan edi. Soat 15:00 atrofida samolyot bilan aloqa uzildi. O'sha payt u allaqachon Bangkokka yaqinlashayotgan edi. Bortda 115 yo'lovchi bor edi va ularning oilalari samolyot joylashuvi haqida hech bo'lmaganda qandaydir rasmiy yangiliklar kutishardi. 6 kundan keyin eng yomon qo'rquvlar oqlanib chiqdi. Qoldiqlar Tailand qirg'og'i yaqinida topildi. 858-reys barcha 115 yo'lovchisi bilan halok bo'ldi. Bu hodisa Janubiy Koreyada katta jaranglarga sabab bo'ldi. Seul hukumati falokatning sabablarini aniqlash kerak bo'lgan keng ko'lamli tergovni boshladi. Samolyot parvoz paytida bortda sodir bo'lgan portlash tufayli okeanga qulaganligini aniqlandi. Shuningdek, tergovchilar Iroqda Abu Dabida samolyot bortiga chiqqan 2 Yaponiya fuqarosiga e'tibor qaratdilar. Bu Mayumi Hachiya va Shinichi Hachiya edi. Ushlanish paytida ular sianidli kapsulasini ichib, o'z joniga qasd qilishga harakat qilishdi. Erkak joyda vafot etdi. Lekin Kim Hyun-hee, bu uning to'g'risimi? U qutqarildi. Uni Janubiy Koreyadagi kasalxonaga olib borishdi va zarur davolanishdan keyin so'roq qila boshladilar. Dastlab Kim bu falokatda ishtirokini inkor etdi. Ammo uning soxta hujjatlari topilgandan keyin u hamma narsaga iqror bo'ldi. Ma'lum bo'lishicha, Kim Hyun-hee va uning halok bo'lgan sherigi Kim Seung-il yaponlar emas edi. Ular 858-reysga soxta yapon pasportlari bilan chiqqan edilar. Aslida ular Shimoliy Koreyadan kelgan edilar. Kim ularning qandaydir maxfiy vazifasini bo'lganini va bu vazifa samolyot bortiga bomba qo'yib, keyin Abu Dabida parvoz to'xtatishda bortini tark etishdan iborat ekanligini aytdi. Siz allaqachon tushunganingizdek, ular vazifani muvaffaqiyatli bajarishdi. Juftlik havo kemasini tark etganidan taxminan 1 soat o'tgach portlash sodir bo'ldi. Tergovchilarning savoliga nima uchun buni qilganlariga
Kim javob berib, ularning missiyasining asosiy maqsadi Janubiy Koreyani yomon ko'rinishda ko'rsatish va u sayyohlar uchun xavfsiz emasligini ko'rsatish edi. Chunki bir oydan keyin u yerda Olimpiya o'yinlari bo'lishi kerak dedi. Albatta, bu ma'lumotlarning barchasi Janubiy Koreya jamiyatini hayratga soldi. Ayniqsa, bu qiz atigi 25 yosh bo'lganida va bu yoshda u allaqachon to'laqonli Shimoliy Koreys agenti bo'lganiga beixtiyor edi. Biroz keyinroq Kim Shimoliy Koreyada uning miyasini yuvganini, u o'z qilmishidan afsusda ekanligini aytdi. Ehtimol siz nima uchun men sizga bu hikoyani aytib berdim va bu Megumi Yokataning g'oyib bo'lishi bilan qanday bog'liqligini so'rasangiz kerak. Lekin ishoning, bu voqealarning barchasi bir-biri bilan chambarchas bog'langan va tez orada siz hamma narsani o'zingiz tushunasiz. Keyingi so'roqlar jarayonida Kim Shimoliy Koreyada bo'lganida unga yapon tilini Yukiko Taguchi ismli Yaponiyadan kelgan ayol o'rgatganini aytdi. Tergovchilar bu ayolning shaxsini aniqlay olgach, ular hayratda qolishdi. Chunki Yukiko 1978-yilda Tokioda g'oyib bo'lgan yapon ayoli ekanligi ma'lum bo'ldi. Bu Megumi g'oyib bo'lganidan 1 yil o'tgach bo'lgan. Shuningdek, Kim Shimoliy Koreyada boshqa yaponlarni ko'rmaganini da'vo qildi. Ularning aksariyati kelajakda Yaponiya va Janubiy Koreya hududida harakat qilish kerak bo'lgan Shimoliy Koreys agentlarini tayyorlash uchun ishlatilgan. Bu ma'lumotlarning barchasi ommaga ma'lum bo'lgach, Yaponiya jamiyatida katta jarang ko'tarildi. Odamlar hukumatdan qandaydir harakatlar talab qilishdi. Kim Hyun Hee ustidan sud va uning ommaviy ko'rsatmalaridan keyin Yaponiya hukumati Shimoliy Koreyaga qarshi ayblov bildirdi va o'z fuqarolarini qaytarishini talab qila boshladi. Butun mamlakat bo'ylab mitinglar va namoyishlar to'lqini boshlandi. Yaponlar adolatsizlikdan g'azabdedilar. Shuningdek, ularning ko'pchiligi odam o'g'irlash davom etishi mumkinligidan xavotirda edilar. Biroq Yaponiya va HDHP o'rtasidagi dushmanona munosabatlar tufayli bu masala bo'yicha muzokaralar o'tkazib bo'lmadi. Shimoliy Koreya hukumati hamma narsani inkor etdi. Ular odamlarni o'g'irlash tarixiy yolg'on ekanligini va bu faqat o'z mamlakatlarini obro'sizlantirish uchun o'ylab topilganligini e'lon qildi. Va bu qanchalik dahshatli eshitilmasin, yaponlarni o'g'irlash mavzusi 1977-yilgacha o'sib turgan holatda qoldi. 1977-yil yanvar oyida nafaqaga chiqqan Megumining otasiga telefon qo'ng'irog'i keldi. Simning narigi tomonida o'zini Yaponiya hukumati a'zosi deb tanittirgan odam ularning qizi tirik va Shimoliy Koreyada ekanligini bildiradigan ma'lumotlarini borligini aytdi. Shuningdek, u buni telefon orqali muhokama qilmasliklarini aytdi va shaxsan uchrashishni taklif qildi. O'sha paytda Megumi allaqachon 34 yoshda bo'lishi kerak edi va qizning ota-onalari shuncha vaqt davomida u Shimoliy Koreyada yashaganligini haqiqatini anglash va qabul qilishi qiyin edi. Yaponiya hukumati a'zolari bilan uchrashish paytida qizning otasiga endi 1970-yillardan boshlab Shimoliy Koreya ularning fuqarolarini o'g'irlaganligini isbotlovchi kuchli dalillar borligi va Megumi ham bunday o'g'irlash qurboni bo'lganligini aytishdi. Qizning hali ham tirik ekanligiga ishonish uchun asosiy asos bir necha oy oldin Yaponiya hududida ushlangan yana bir Shimoliy Koreys josusining ko'rsatmalari bilan bo'ldi. So'roqda janob An Shimoliy Koreyada tayyorgarlik ko'rish paytida Megumi deb ataladigan yapon ko'rinishidagi qizni ko'rganini aytdi. U qayerdan kelganini so'raganda, unga bu qiz Nigatadan olib kelingan deb javob berishdi. Esingizdami? Nigata bu 20 yil oldin Megumi g'oyib bo'lgan o'sha shahar. Shuningdek, uning so'zlariga ko'ra, bu qiz allaqachon turmushga chiqib, endi farzandlari bor. Janob An uni endi mahbus deb hisoblamasligini va hozirda Megumi yapon tili o'qituvchisi bo'lib ishlaganini va jamiyatning qimmatli a'zosi hisoblangani uchun u juda qulay sharoitda yashashini aytdi. Janob Anning bu shov-shuvli hikoyasi ko'plab yapon telekanallarida ko'rsatildi va jurnalistlar hamda turli xalqaro tashkilotlarning e'tiborini tortdi. Bu birinchi marta Yaponiya hukumati g'oyib bo'lgan yaponlar Shimoliy Koreyada ekanligini ochiq tan olishi edi.
Endi yaponlar nima uchun qirg'oq yoki plyajlar yaqinida g'oyib bo'lganligini tushunish mumkin bo'ldi. Ko'pincha o'g'irlash sxemasi bir xil edi. Avval ularni xushsizlantirar, keyin qayiqqa solib Shimoliy Koreya qirg'oqlariga olib borar edilar. Bularning barchasi guvohsiz va qorong'u vaqtda sodir bo'lardi. Bunday operatsiyalar yaponlar qiyofasiga kirib olgan professional diversantlar tomonidan amalga oshirilardi. Barcha ommaga ma'lum bo'lgan ma'lumotlardan keyin Sakie va Shigeru o'z qizlarini har qanday narx evaziga qaytarishni talab qilib, ko'plab mitinglar va namoyishlar uyushtirishdi. Yapon jamiyati yana qaynay boshladi. 2000-yilda Yaponiyada hokimiyatga yangi bosh vazir keldi. Junichiro Koizumi. Uni juda qattiq va prinsiplarsiz yetakchi deb hisoblashgan. Lavozimga kirishdan so'ng darhol Koizumi Yapon xalqiga odamlarni o'g'irlash bilan bog'liq muammoni hal qilishini va'da qildi. 2002-yilda uni Kim Chen Ir bilan uchrashish uchun Shimoliy Koreyaga taklif qilishdi. Arxivlarda men o'sha uchrashuvning hujjatli videosini topib oldim. Bu ikki mamlakat yetakchilari nima haqida gaplashganligini aniq ma'lum qilinmagan. Barcha muzokaralar yopiq eshiklar ortida va jurnalistlarsiz o'tdi. Lekin bu uchrashuvning natijasi shundan iborat bo'ldiki, Kim Chen Ir yaponlarni o'g'irlash haqiqatan ham bo'lganligini rasman tan oldi va buning uchun kechirim so'radi. U Megumi Yokota ismli qiz ham o'g'irlanganlar qatorida ekanligini tasdiqladi. Uning so'zlariga ko'ra, bu vaqt ichida 13 kishi o'g'irlangan. Bu g'alati edi, chunki yaponlar ularning aslida 17 ta ekanligini da'vo qilishgan. Kim Chen Irning so'zlariga ko'ra, o'g'irlanganlarning 13 tasidan faqat 5 tasi tirik qolgan. Qolganlari, shu jumladan Megumi ham Shimoliy Koreyada bo'lish paytida halok bo'lgan. O'lim sabablari orasida baxtsiz hodisalar, yurak yetishmovchiligi, shuningdek zaharli ilon chaqishi kabi sabablar bor edi. Bu g'ayritabiiy eshitildi, lekin rasmiylarga ko'ra vafot etganlar tabiiy sabablarga ko'ra vafot etgan. Biroz keyinroq HDHP rasmiylari barcha halok bo'lganlarning o'lim haqidagi guvohnomalarni taqdim etishdi. Shuningdek, ular Megumining qoldiqlarini vatanida dafn etish uchun topshirishga va'da berishdi. Yana bir necha haftalik muzokaralardan so'ng Shimoliy Koreya rasmiylari Yaponiyaga barcha o'lim haqidagi guvohnomalarni berishga rozi bo'lishdi. Shuningdek, yana bir kutilmagan qaror qabul qilindi. Kim Chen Ir hali tirik bo'lgan 5 yaponning Yaponiyaga qaytishiga ruxsat berdi. Va'dalar bajarildi va 20 kundan keyin Yaponiyaning o'g'irlangan 5 ta fuqarosi Tokio aeroportiga parvoz qilishdi. Go'yo endi nafas olish va bu hikoyaga nuqta qo'yish mumkindek tuyulardi. Ammo g'oyib bo'lgan yaponlarning oila a'zolari darhol ular bilan nimadir noto'g'ri ekanligini tushunib yetishdi. Barcha o'g'irlangan qaytayotganlar paltolariga mahkamlangan Kim Chen Irning belgisi bilan qaytishdi. Ular jurnalistlar va qarindoshlardan Shimoliy Koreyadagi hayotlari va o'tmishlari haqida savol bermasliklarini so'rashdi. Ularning ba'zilari umuman Shimoliy Koreyada yashash ularga yoqqanini va qaytib ketishni xohlashlarini e'lon qilishdi. Yapon ommaviy axborot vositalari va hukumat bunday noqulay faktlardan biroz hayratda edilar. Shundan so'ng ommaviy axborot vositalari bilan o'g'irlanganlarni ta'qib qilmasliklari va ularga noqulay savollar bermasliklari haqida norasmiy shartnoma tuzildi. Vaqt o'tishi bilan qaytgan yaponlarning qarindoshlari Shimoliy Koreya propagandasi ularning o'g'irlangan o'g'li va qizlarning miyasini qanchalik kuchli yuvganini tobora ko'proq seza boshladilar. Ularning qaytishi tufayli Yaponiya hukumatiga g'oyib bo'lgan Megumi Yokotaning taqdiri haqida ko'proq faktlar ma'lum bo'ldi. Ularning so'zlariga ko'ra, 1980-yillarning oxirida Megumi o'g'irlangan koreys Kim Yun Seokga turmushga chiqqan va ularning Yeon-gyung deb nomlangan qizi tug'ilgan. Barcha olingan ma'lumotlarga qaramay, Megumining ota-onalari qizlarining o'lganiga ishonishdan bosh tortdilar. Va buning uchun ba'zi asoslar bor edi. Taqdim etilgan o'lim haqidagi guvohnomalar shubhali ko'rinardi. Ularning barchasi bitta kasalxonada berilgan va bir xil shtamplarga ega edi.
Garchi Shimoliy koreyslarning so'zlariga ko'ra, ular turli kasalxonalarda berilgan bo'lishi kerak edi. Bundan tashqari, ba'zi so'zlar shunchaki yo'q edi. Go'yo ularning ehtiyotkorlik bilan tahrirlagan va barcha ortiqcha ma'lumotlarni olib tashlanganga o'xshardi. Odatda ilgari mutlaqo maxfiy deb belgilangan hujjatlar bilan shunday qilishadi. Va nihoyat Megumining qoldiqlarining o'zi ham shubha tug'dirdi. VGHP rasmiylari ular da'vo qilishlariga ko'ra Megumining kul qoldiqlari ekanligini topishdilar, lekin DNK uning 5 ta namunasini olish orqali ularning hech biri o'g'irlangan qizning DNKsi bilan mos kelmasdi. Oxir-oqibat Yapon sud tibbiy ekspertlari qoldiqlar soxta yoki boshqa odamga tegishli degan xulosaga kelishdi. Bu barcha omillar jamiyatdagi keskinlikni yana kuchaytirdi va ikki mamlakat o'rtasidagi munosabatlarda dushmanlik keltirib chiqardi. Shimoliy Koreya 40 yil davomida tarqatayotgan yolg'on Yapon jamoatchiligi va hukumatini ularning rejimdan keladigan har bir so'ziga shubha bilan qarashga majbur qildi. Afsuski, haqiqatni bilib olish deyarli imkonsiz. Lekin Yaponiyada qiz hali ham tirik ekanligiga ishongan juda ko'p odamlar bor. Ular Megumi Shimoliy Koreys hukumati uchun qimmatli aktiv bo'lishi mumkin deb hisoblashadi. Qadrli tomoshabin, agarda ushbu video sizga yoqqan bo'lsa, videoga like bosishni unutmang. Siz Qora Papka kanalini tomosha qildingiz. Agar kanalda yangi bo'lsangiz, qo'ng'iroq va obuna tugmasini bosib qo'yishni unutmang. Keyingi videolarda ko'rishguncha xayr deb qolaman.